Organimni sotsam bo'ladimi degan savol ko'p uchraydi. Kimlar bugungi kunda donor bo'la oladi? Chet elga jo'natish bularni 99% ortida moddiy manfaat yashiringan. O'zbekistonda hamma narsani amalga oshirsa bo'ladi. Operatsiya o'rtacha 6 soatdan 12 soatgacha davom etadi. Shifokorlar to'xtamasdan ishlashadi bu jarayonda. Tabiblar jigar kasalliklarini davolay oladimi? Hech bir damlama, hech bir giyoh jigar sirrozini ortga qaytara olmaydi. 60 yoshdan keyin transplantatsiya qilib bo'lmaydi. Bu yolg'on. Xalqimiz orasida spirtli mahsulotlar jigarni yuvadi, shuning uchun oz-ozdan ichish kerak. Shifokorlar buni tavsiya qiladi deb turib 50 olishadi-da. Bu qanchalik to'g'ri? Assalomu alaykum. Siz Salomatlik manzillari podkastini tomosha qilyapsiz. Jigar inson organizmidagi eng noyob a'zolardan biri. U yuzlab muhim vazifalarni bajaradi. O'zini tiklash xususiyatiga ham ega. Ammo shunday holatlar bo'ladiki, uni saqlab qolishning yagona yo'li transplantatsiya. Bugun aynan shu murakkab va mas'uliyatli yo'nalish haqida gaplashamiz. Jigar transplantatsiyasi qachon zaruratga aylanadi? Donorlik haqida nimalarni bilishimiz kerak? Murakkab operatsiyalar qanday amalga oshiriladi? Va eng muhimi, zamonaviy tibbiyot bilan bugun qanday imkoniyatlarni taqdim etmoqda? Shu va boshqa muhim savollarga mehmonimiz transplantolog shifokor Elyor Turg'unboyevdan birga javob olamiz. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Bugungi kundagi eng dolzarb kasalliklardan biri desak ham adashmagan bo'lamiz. Demak, jigar transplantatsiyasi haqida gaplashamiz. Jigar o'zini tiklay oladigan, demak, yagona inson organizmini bir a'zosi hisoblanadi. Shunday bo'lsa-da, qachon inson organizmidagi jigar transplantatsiyaga jarayoniga kelib qolishi mumkin? Avvalambor assalomu alaykum. Taklif qilganlaringiz uchun rahmat. Xuddi shunday mutlaqo to'g'ri javob berdingiz. Jigar haqiqatdan ham inson organizmidagi o'zini o'zi tiklay oladigan yagona a'zo, ya'ni ilmiy atamada bu regeneratsiya deyiladi. Regenerativ xususiyatga ega bo'lgan. Jigarni ma'lum bir qismini olib tashlasangiz, jigar yana o'z qismini kattalashi hisobiga tiklaydi, funksional holatga keladi. Va yuqoridagi savolingizga binoan jigar qanaqa holatda ko'chirib o'tkazishga kelib qoladi? Bu jigarni surunkali kasalliklari sanaladi. Jigarni surunkali kasalliklariga olib keladigan asosiy omillar O'zbekistonda bu 80% jigarni virusli gepatitlari, ya'ni gepatit B, gepatit C hamda gepatit B ni gepatit delta bilan birga kelishi asosiy kasallik qo'zg'atuvchi omil sanaladi. Va qolgan 20% hollarda autoimmun kasalliklar, biliar xolangitlar, alimentar, toksik infeksiyalar, toksik gepatitlar, mana shu kasalliklar jigar surunkali kasalliklariga olib keladi. Ushbu kasalliklarni oxirgi bosqichi jigarni ko'chirib o'tkazishga asosiy sabab sifatida e'tirof etiladi. Rahmat kattakon. Jigar haqida gap ketganda xalqimizni orasida jigar og'rimaydi va eng oxirgi nuqtalarda qon ketish evaziga uni kasalliklar aniqlanadi va o'zi shifokorlarning oldiga borganda kech bo'ladi. Jigar kasalliklarini avvalo hech kim kasal bo'lmasin, lekin oldindan aniqlash uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Jigar kasal bo'lish boshlaganda qanday alomatlari insonda yaqqol yoki bilinar-bilinmas shaklda bilina boshlaydi? Ushbu savollar ko'pchilik xalqimizni qiziqtiradi. To'g'ri aytdingiz, jigarda nerv uchlari bo'lmagani uchun og'riq sezish xususiyatiga ega bo'lmaydi. Inson o'zini jigarida bo'layotgan jarayonlarni sezmaydi. Og'riq bezovta qilmaydi, tortishish bo'lmaydi, umumiy holsizlik holatlari kech namoyon bo'ladi. Jigar kasalliklarida o'ziga xos xususiyatlar bor. Boya aytganingizdek, birinchi sabab bu 40-50% bemorlarda qon ketish kuzatiladi. Qorinni kattalashishi, qorin bo'shlig'iga suv yig'ishidan, ko'z oqini va teri rangini sarg'ayishi jigar yetishmovchilik belgilari sanaladi. Oyoqlarda shishlar paydo bo'lishi, bemorlarda ensefalopatiya belgilari degan narsa bor. Jigarni filtratsiya xususiyati pasayganligi uchun qondan so'rilgan zaharli toksik mahsulotlar miyaga qattiq ta'sir qilganligi uchun, zaharli ta'sir qilgani uchun bemorlarda orientatsiya, xotira, o'zini his qilish tuyg'ulari buziladi, uyqusi buziladi, orientatsiyani yo'qotganligidan qayerdaligini bilmaydi, alahsirash holatlari kuzatiladi. Ushbu holatlar jigarni oxirgi bosqichga kelib
kelganligini bildiruvchi asosiy omillar sanaladi va ikkilamchi belgilar bor. Bular qo'llarda, oyoqlarda, tananing boshqa qismlarida turli xil yulduzsimon qon toshmalarini paydo bo'lishi. Ushbu holatlar 20-30% bemorlarda kuzatilishi mumkin. Umumiy holsizlik, ishtahani pasayishi, ovqat hazm jarayonlarini buzilishi, ushbu jarayonlar umumiy klinik belgilar, ya'ni boshqa kasalliklarda ham paydo bo'lishi mumkin bo'lgan belgilar bo'lgani uchun bemorlar jigarga oqimni bermaydi, ya'ni o'ylamasligi mumkin. Boshqa kasalliklar deb oshqozon ichak sistemasidan deb davolab yurishi mumkin. Aslida jigar kasalliklaridan bo'lish ehtimoli yuqorilashadi. Jigarni tekshirayotganda nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak va jigarni doimiy sog'lom ushlab turish uchun odatiy hayotimizda qaysi jihatlarga e'tibor berishimiz lozim? To'g'ri aytdingiz, har 6 oyda bu eng qisqa muddat yoki imkoniyat darajasida 1 yilda bir jigarni funksional holatini, ya'ni jigari yaxshi ishlayaptimi yo'qmi shuni bilish uchun qon biokimyoviy analizlarga, ya'ni fermentlarga, ALT, AST, ishqoriy fosfataza, GGT degan bilirubin qon analizlari bor. Ushbu qon analizlarini topshirish va ultratovush tekshiruvlari, jigarni ultratovush tekshiruvlari va hamda 1 yilda bir kamida oshqozon ichak sistemasini, ya'ni qizilo'ngach va oshqozon 12 barmoq ichakni endoskopik tekshiruvlarini amalga oshirish bu jigar kasalliklarini paydo bo'lishda birinchi alomatlar yuzaga kelishini bildiradi. Va jigarni sog'lomligini ushlab turish uchun birinchi o'rinda sog'lom turmush tarziga hamda ovqatlanish rejimiga, to'g'ri ovqatlanish rejimiga rioya etish bu birinchi qadam sanaladi. Aytish o'rinliki, jigar kasalliklari bugungi kunda dunyoda jiddiy muammoga aylanib ulgurgan. Demak, sizning kuzatuvingizcha odamlar qaysi xatolar tufayli jigarni o'sha transplantatsiyagacha olib boradi? Bemorlarning aksariyati o'zida kasallik kelib chiqmaganligi, yuqorida aytganimizdek profilaktik tekshiruvlardan o'tmasligi bu mamlakatimizda ayni hozirgi kunda jigar kasalliklari bilan bizga murojaat qilayotgan bemorlarning aksariyatini tashkil etadi. Ya'ni uzoq muddat hech qanday tekshiruvlardan o'tmaydi, sharoiti bo'lsa ham. Bu birinchi xatosi sanaladi. Ikkinchi xatosi bu ommada keng tarqalgan turli xil qo'ni-qo'shnilarni, boshqa odamlarning maslahati tufayli har xil tabiblarga, ishonchsiz shifokorlarga, har xil damlamalarga, shunaqa qo'shimcha narsalarga ko'proq ruju qo'yish, o'shalarga murojaat etish bu kasallikni keltirib chiqarishda, rivojlanib ketishida asosiy omil sanaladi. Menda bir qiziq savol bor edi. Xalq tabobatida tabiblar jigar kasalliklarini uzil-kesil davolay oladimi? Oliy toifali shifokor sifatida fikringiz muhim. Ilmiy yondashadigan bo'lsak, jigar kasalligini, jigarni surunkali kasalligini oxirgi bosqichida hozirgi kundagi tibbiyotimizda yaratilgan dori mahsulotlari eng sifatli dori mahsulotlari jigar to'qimasini qayta tiklash xususiyatiga ega bo'lmaydi. Bu degani hech bir damlama, hech bir giyoh, hech bir dori mahsulotlari jigarni fibrozni 4-bosqichini, ya'ni jigar sirrozini ortga qaytara olmaydi. Chunki jigarni o'zini to'qimasi biriktiruvchi to'qimaga, boshqa to'qimaga aylanadi. Ushbu to'qimani yana jigar to'qimasiga qaytarish imkoniyati yo'q. Uni radikal davosi, uni to'laqonli davosi bu jigarni almashtirish sanaladi. Dunyo tajribasiga qaraydigan bo'lsak, transplantologiya tibbiyotning eng tez rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biriga aylanib boryapti. AQSh, Turkiya, Janubiy Koreya kabi davlatlarda har yili minglab transplantatsiyalar amalga oshirilayotgani haqida ma'lumotlar bor. Sizningcha bugun O'zbekiston sharoitida transplantologiya qaysi bosqichda? O'zbekistonda 2017-yili Vazirlar Mahkamasini qarori tufayli va O'zbekistonni 2022-yili transplantologiya to'g'risidagi qonuni ikkita hujjat asosida O'zbekistonda jigar, buyrak hamda suyak ko'migini ko'chirib o'tkazish amaliyotlari tatbiq etildi respublikamiz markazlarida va qisqa muddatda 2018-yili O'zbekistonda birinchi jigar ko'chirib o'tkazish amaliyotini boshlagan bo'lsak, 8 yil mobaynida
500 ga yaqin jigar ko'chirib o'tkazish amaliyotlari amalga oshirildi O'zbekistonda. Bu katta yutuq sanaladi va hozirgi kunda mubolag'asiz men sizga aytishim mumkinki, jigar ko'chirib o'tkazish amaliyoti hech qaysi rivojlangan davlatdan kamchiligi yo'q hozirgi kunda. Qarindoshlar o'rtasidagi jigar ko'chirib o'tkazish amaliyoti. Qanday holatlarda jigar ko'chirib o'tkazish mumkin bo'lmaydi? Ushbu holatda bemorlarda jigar ko'chirib o'tkazishga qarshi ko'rsatmalar bor. Ya'ni yomon sifatli o'smalarni paydo bo'lishi jigarda va jigardan tashqari boshqa a'zolarda, turli xil og'ir infeksion kasalliklar, o'ta xavfli infeksiyalar bilan kasallangan holatlarda jigarni ko'chirib o'tkazish mumkin emas. Va ushbu holatlarda ham shunday savollar bo'ladiki, jigarda yomon sifatli o'sma paydo bo'lgan, ya'ni rak, saraton kasalligi qaysi bosqichda qilinadi? Jigarda rak paydo bo'lsa, transplantatsiya qilish mumkin. Ularning o'zining kriteriyalari bor, Milan kriteriyalari bor. Ushbu holatda 2-3 santimetrdan kichkina holatlarda jigar ko'chirib o'tkazish mumkin. Stadiyasi, ya'ni bosqichi, o'smani bosqichi kattalashgan sari ko'chirib o'tkazishga monelik tug'diradi. Jigarni har doim yaxshi va zo'r ishlash uchun qanday mahsulotlarni kunlik ratsionimizga kiritishimiz zarur? Jigarni faoliyatini yaxshi amalga oshishi uchun birinchi o'rinda oqsilga boy mahsulotlar, vitaminlarga boy mahsulotlar, bular tez hazm bo'luvchi parranda mahsulotlari, baliq mahsulotlari, tarkibida xolesterin miqdorini kam saqlagan mahsulotlar, ko'katlar, mevalar, sabzavotlar, poliz ekinlari, bular jigar faoliyatini yaxshi ishlashiga turtki bo'ladi. Ya'ni tarkibidagi vitamin A, vitamin C, vitamin K, vitamin D ko'p saqlaydigan mahsulotlarni har kuni ovqatlanish ratsionida qo'shgan odamlarda jigarni kasalliklari eng ko'p uchraydigan jigarni yog' bosishi, yog'li gepatozlar kam uchraydi. Ushbu kasalliklarga chalinish ehtimoli kamayadi. Rahmat kattakon. Dunyo tajribasida biz o'rganishimiz kerak bo'lgan eng muhim jihat nima? Ya'ni jigar ko'chirib o'tkazishda. Hozirgi kunda eng katta kamchiligimiz bu turli xil qon guruhlaridan jigar ko'chirib o'tkazish hamda butun dunyoda keng rivojlangan o'likdan jigarni ko'chirib o'tkazish amaliyoti tatbiq etilmagan. Ushbu holatlarni ham O'zbekistonda sekin-sekin tatbiq etilishi kelajakda donorlar yetishmovchiligini oldini olishga birinchi omil sanaladi. Xuddi shunday. Hozirgi kunda O'zbekistonda jigar kasalligi juda ham ko'p. Lekin o'zbek xalqi qarindosh xalq, ya'ni qardosh xalq, qarindoshlariga bir-biriga jon kuyar xalq bo'lganligi uchun qarindoshlar orasida doim donor topiladi. Lekin kundan kunga kasallik ko'payib boryapti. Hech kim kafolatlanmagan kasal bo'lmaslikka yoki yuqumli kasalliklarni yuqtirishga. Elyor aka, qaysi mamlakatlarda o'lik tanadan ham tirik tanaga jigar ko'chirib o'tkazish amaliyoti bugun amaliyotda bor? Ushbu savolga sharq mamlakatlarini, g'arb mamlakatlarini, uzoq g'arb mamlakatlarini hammasini kirgizsa bo'ladi. Asosan bizni O'rta Osiyo mamlakatlarida o'likdan jigar olib ko'chirib o'tkazish yo'q. Qolgan barcha mamlakatlarda donorlar yetishmovchiligini va asoratlarni kamaytirish maqsadida o'likdan jigar ko'chirib o'tkazish amaliyoti joriy etilgan. Bu masalaga tibbiyotning, demak, kuchi yetmaganligimi yoki diniy tomondan ham alohida e'tibor beriladimi? Ushbu masalaga birinchi o'rinda O'zbekistonda transplantologiya boshlanganligiga qisqa muddat bo'lganligi, boshqa mamlakatlarda transplantologiya rivojlanganiga 50 yil bo'lgan. O'zbekistonda endi 8 yil bo'ldi. Ikkinchi tomondan tibbiy etikani rivojlanishi. Barcha fuqarolarimizda tibbiy etika rivojlanishi kerak, tibbiy ongni rivojlantirishimiz kerak, tibbiy madaniyatni shakllantirishimiz kerak. Qolaversa, shunday iltimos bo'ladiki, diniy ulamolarimizdan ushbu holatni tibbiyot bilan birgalikda insonlarga, xalqqa yetkazishni kuchaytirish kerak va oxirgi bosqichda bu qonun hujjatlari bilan tasdiqlanish kerak. Qonun hujjatlari bilan tasdiqlangandan keyin, tibbiy etika rivojlangandan keyin o'likdan ham organlarini
bemorlarga ko'chirib o'tkazish mumkin bo'ladi va odamlarda shunday savol tug'iladiki, o'likdan olinadimi? Aslo yo'q. Bu miya o'limi kuzatilgan, lekin boshqa a'zolari ishlab turgan holatda organlar ko'chirib o'tkaziladi. Hali barcha a'zosi tirik bo'ladi. Faqat shunday etik komissiya tuziladiki, buni tarkibida juda ham ko'p mutaxassislar bo'ladi. Mutaxassislarning birgalikdagi konsilium asosida haqiqatdan ham bunda miya o'limi kuzatilgan va organlarni ko'chirib o'tkazishga ruxsat deyilgandan keyingina organ ko'chirib o'tkaziladi. Buni tagida juda ham ko'p hujjatlar bor. Shunday davlatlar borki, prezumsiya ne согласия degan tushunchalar bor. Prezumsiya согласия bu fuqarolarning tirikligida notarial hujjatlar bilan tasdiqlaydi. Organimni o'lganimdan keyin boshqa bemorlarga berilishiga roziman. Prezumsiya ne согласияda fuqaroning roziligisiz davlatning qonunchiligi xuddi shunday organini olib boshqa bemorlarga ko'chirib o'tkazadi. Turli shu prezumsiya согласияga qarab davlatlar turli xil bo'linadi qonunchilik hujjatlari. Va ushbu boyagi yuqorida aytganimizdek qonun hujjatlari, tibbiy etika, tibbiy madaniyat hammasi birgalikda ushbu amaliyotlarni mamlakatimizda joriy qilsa, ertaga donorlarning yetishmovchiligi oldi olinadi degan fikrdaman. Rahmat kattakon. Hozir donorlik masalasida gapirganingizda yana bir savol paydo bo'ladi. Kimlar bugungi kunda donor bo'la oladi? Ya'ni meni qarindoshim jigarni ko'chirmoqchi bo'lsa, faqat qarindoshlar o'rtasida bo'ladimi yoki begonalar o'rtasida ham jigarni ko'chirib o'tkazish mumkinmi? Juda ham to'g'ri savol. Vazirlar Mahkamasining buyrug'ida juda ham chiroyli keltirib qo'yilgan 4 ta darajagacha qarindoshlarni, 4 daraja qarindoshlarni donor bo'lish xususiyatiga ega bo'ladi, ya'ni huquqi bo'ladi. Ota-ona, farzand, aka-uka, opa-singil, ularning farzandlari, xola, amma, tog'a, amaki va ularning farzandlari. Bular 4-daraja hisoblanadi hamda turmush o'rtoq. Haqiqatan ham nikohdan o'tganligini isbotlovchi hujjat bilan turmush o'rtoq ham bemorlarga tana a'zolarini ko'chirib o'tkazish huquqiga ega bo'ladi. Qarindosh bo'lmagan inson ham donor bo'la oladimi? Aslo yo'q. Hozirgi kundagi qonun hujjatlarimiz bo'yicha begonalarning donorlik huquqi yo'q. Donor bo'lishi mumkin emas. Bu tibbiyot jihatdan o'zi ruxsat beradimi? Qonun jihatdan ruxsat bermasa ham? Juda ham chiroyli savol. Tibbiyot jihatdan jigar shunday a'zoki, qarindosh urug'chilikni tanlamaydigan a'zo, ya'ni ko'chirib o'tkazilgandan keyin jigarni organizm tomonidan itarib chiqarish xususiyati kam bo'lgan a'zo. Bu degani begona ham donor bo'lishi mumkin agar qonunda tasdiqlansa. Mana boshqa davlatlarda o'likdan boya aytganimizdek jigar ko'chirib o'tkaziladi-yu. Ular hammasi begona shaxslar, boshqa shaxslar. Ularning jigarlari begona odamlarga ko'chirib o'tkaziladi. Ularning genetik tahlil natijalari ko'rib chiqiladi hamda ko'chirib o'tkazishga ko'rsatma beriladi. Juda ham kam foizini tashkil etadi bir-biriga mos kelmaslik. Elyor aka, bundan bir necha 10 yillar avval o'sha o'zaro qo'ni-qo'shnilar suhbat qilganda yoki mahallada bir suhbat ketganda mana shu inson jigari sirrozligidan vafot etibdi, jigarda muammo bor ekan vafot etibdi degan gaplar yilda 1 marta, 2 marta yoki 3 martalab ham qulog'imizga chalinar edi. Bugungi kunda mana shu jigar bilan bog'liq o'lim holatlari qanchalik kamaydi yoki ko'paydi deb ayta olasiz, masalan, tibbiyot rivojlanib borayotgani sari? Mamlakatimizda aholi sonining oshishi, kasalliklarni turini ko'payishi, kasalliklarni yosh darajasi yosharishi va insonlarni ushbu kasalliklarga ko'p chalinishi hozir men sizga statistik jihatdan aytib bera olmasligim mumkin, son jihatdan, lekin kasallikka tashxis qo'yish, kasallikni davolash hozirgi kunda kuchaygan. Oldinlari imkon bo'lmagan holatlarda, oldin tashxis qo'yib bo'lmagandan ko'ra hozirgi kunda tashxis qo'yish yuqori va u kasalliklarni radikal davosi kuchaygan. 2018-yilgacha jigar sirrozini davosi bo'lmagan O'zbekistonda. Haqiqatan ham bemorlar qon ketishdan aziyat chekkan, jigar yetishmovchiligi belgilari bilan juda ham ko'p murojaatlar bo'lardi. U paytlari biz portosistem shuntlash operatsiyalarini o'tkazardik. Bu operatsiyalarni hozirgi kunda 2018-yildan 2026-yilgacha 8 yil mobaynida umumiy jihatda
40ta yo 50ta shu operatsiyani amalga oshirdik. 2018-yilgacha bir yilda 100 ta qilinardi ushbu operatsiyalar. Bu operatsiyalar faqatgina qon ketishni oldini olish uchun qilingan. Jigar ko'chirib o'tkazish amaliyoti joriy qilingandan keyin u operatsiyalarga o'rin qolgani yo'q. Hozir qon ketishlar, jigar yetishmovchilik belgilari, barcha belgilar jigar ko'chirib o'tkazgandan keyin qolib ketadi. Shuning uchun bu operatsiyalar dolzarbligi yo'qolib bormoqda. Transplantatsiya rivojlangan sari. Donorning sog'ligi keyinchalik qanday nazoratga olinadi? Masalan, donorlik qildi, jigarni ko'chirib o'tkazishga ruxsat berdi, ana undan keyingi hayot qanday nazoratga olinadi? Va nimalar tavsiya etiladi? Donorlar operatsiya o'tkazgandan keyin statsionar sharoitda, ya'ni bo'limimizda 7-10 kungacha konservativ muolajani oladi hamda 10 kundan keyin uyga javob beramiz reabilitatsiya davriga. Donorlarimiz o'zini sog'lom his qilishi uchun va oldingi hayotiga qaytish uchun, hamma og'ir jismoniy mehnat bilan shug'ullanish uchun, sport bilan shug'ullanish uchun minimal 6 oy muddat talab etiladi. Adabiyotlarda transplantatsiya bo'lgandan keyin, jigar ko'chirib o'tkazilgandan keyin donorlarda 2 oyda jigar 70% ni tiklash xususiyatiga ega deb yoziladi xalqaro adabiyotlarda. Bu degani 2 oyda jigar 70% ni tikladimi, kamida 4-5 oyda 100% tiklanadi degani. Biz endi o'rtacha qilib 6 oy muddatni olamiz. Bu tibbiy etik jihatdan, xalqimizda tibbiy madaniyat jihatdan, tibbiy ong jihatdan uzoqroq muddatni aytamiz. Tushunarli. Donor bo'lish hayot davomiyligiga qanday ta'sir qiladi? Hayot davomiyligiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Donor qanday operatsiyadan oldin sog'lom bo'lgan bo'lsa, operatsiyadan keyin ham xuddi shunday sog'lom hayotga qaytadi. Faqatgina ayrim 4-5% bemorlarda kichik asoratlar bo'lishi mumkin. Ya'ni xirurgik operatsiyalardan keyin asoratlar butun dunyoda statistik jihatdan bir xil. Ya'ni o't yo'llaridan asoratlar bo'lishi mumkin. Ajratilgan o't yo'llarini cho'ltoqlari tikilgandan keyin shu o't yo'llarida kichkina torayishlar belgilari paydo bo'lishi mumkin. Nerv og'riqlari, nevralgiyalar bo'lishi mumkin. Umumiy holsizlik belgilari, o'tkazilgan narkozlar, bu hammasi individual xususiyatga ega. Ya'ni hech kim prognoz qila olmaydi oldindan. Sizda ushbu asorat bo'ladi deb. Yo'q. Lekin 95-96% hollarda asoratsiz, 4-5% hollarda haqiqatan ham kichik asoratlar bo'lishi mumkin. Bular konservativ muolajalarda o'tib ketadigan jarayonlar. Rahmat. Donor bo'lishdan oldin eng muhim tekshiruvlar qanday tekshiruvlar bo'ladi? Donor bo'lishdan oldin birinchi o'rinda biz qon guruhini tekshiramiz va jigarni yog' bosish darajasini, jigarni arterial, portal hamda venos anatomiyasi, ya'ni qon tomir anatomiyasini tekshiramiz. Jigarni ikkiga bo'la olamizmi? Jigar alohida bo'laklari, chap va o'ng bo'laklari alohida tomirlar bilan, alohida o't yo'llar bilan ta'minlanganmi? Shu ko'rsatkichlar bizni donor tanlashimizda birinchi qadam bo'ladi. Shu anatomik xususiyatlardan keyin keyingi etap tekshiruvlarga o'tiladi. Birinchi o'rinda tomirlar angiarxitektonikasi asosiy omil. Qanday holatlarda jigar ko'chirib o'tkazishga ruxsat berilmaydi? Qon guruhi to'g'ri kelsa ham. Bemorlarga ha. yoki donorlar. Donorlarga qanday holatlarda o'sha jigar ko'chirib o'tkazishga ruxsat berilmaydi? Ya'ni masalan, roziman, qon guruhim to'g'ri keladi, bemalol o'tkazsangiz bo'ladi deyshadi, lekin siz rad etasiz. O'rinli savol. Juda ham ko'p odamlarda uchraydi bunaqa savol. Yagona donorli bemorlarda ayniqsa bu holatdan aziyat chekishadi. Donorlarda jigarida yog' bosish belgilari bo'lsa, lekin jigarida yog' bosish belgilari bo'lmasa ham anatomik xususiyatdan jigarni qoladigan chap bo'lagini foizi kam bo'lsa, biz mutlaqo donorlikka qarshi ko'rsatma beramiz. Chunki donorlar operatsiyadan keyin o'ziga kelish uchun
jigarni chap bo'lagi kamida 30% ni tashkil etishi kerak. Qoladigan jigar bo'lagi 70% gacha jigar olinishi kerak. 30% dan kam bo'lsa ham 29 bo'lsa ham ruxsat bermaymiz. 29 8% bo'lsa ham ruxsat bermaymiz. Elyor aka, shunday holatlar bo'lganmi? Masalan, donor rozi, shifokorlar ko'chirishga tayyorlanishyapti, operatsiya jarayonlari boshlangan, lekin ochilganda vaziyat boshqa bo'lgan va umuman operatsiya to'xtatilgan. Shunday holatlar amaliyotda bo'lgan bo'lsa aytib bersangiz. Bo'lgan. Bir marta xuddi shunday holat bo'lgan. Bemorimizda MSKT tekshiruvlarida qorin bo'shlig'ida hech qanday patologik jarayonlar aniqlanmagan. Hamma tekshiruvlardan to'liq o'tgan, donor bemor hamma narsaga tayyorlangan, operatsiya rejalashtirilgan, bemorlarni yotqizganmiz, operatsiya boshlangan. Bemorning qorin bo'shlig'ini ochganimizda afsuski qorin parda degan anatomik tuzilma bor. Qorin pardada to'liq o'sma jarayonlari aniqlangan. Endi birlamchi o'sma jarayonlari deb taxmin qilib operatsiyani to'xtatganmiz. Unga gistologik tekshiruv hamda bakterial tekshiruvlarga tahlillar olinib tekshirilgan hamda ushbu bemorda tarqalgan, generalizatsiyalashgan tuberkulyoz aniqlangan. Bu kasallik ham transplantatsiyaga qarshi ko'rsatma sanaladi. Chunki operatsiyadan keyin immun tizimini nolga tushiramiz, pasaytiramiz immunosupressorlar bilan. Bu kasallik rivojlanib ketgan bo'lardi. Shuncha mehnat zoyi ketgan bo'lardi. Xuddi shunday holat bo'lgan. Operatsiyaning eng murakkab va qiyin bosqichi qaysi bosqich hisoblanadi? Operatsiyani eng murakkab bosqichi ikkita operatsiya bor. Bizda donor operatsiyasi alohida hamda bemor operatsiyasi alohida. Donor operatsiyasini har bir bosqichi qiyin sanaladi. Har bir anatomik struktura, chunki donorlarda o'ta nozik mehnat amalga oshirilishi kerak. Har bir qon tomirida, har bir jarayonda to donorning qorin bo'shlig'ini yopmagunizcha. Bemorlarda asosiy bosqich bu jigarni olib tashlagandan keyingi va jigarni tomirlarini tikayotgan davri uzunligi, davrni davomiyligi neogepatik davr sanaladi hamda bu paytda issiq ishemik davr deb aytiladi. Ushbu davr qancha uzoq bo'lsa, operatsiyadan keyingi disfunksiya, ya'ni jigarni funksiyasini pasayish ehtimoli qancha oshib boradi. Ushbu davr qancha qisqa bo'lsa, bemorni operatsiyadan keyingi holati yaxshilanadi. Operatsiya vaqtida eng katta xavf nimada bo'ladi? Operatsiyagacha bo'lgan jarayonlar, masalan, tekshiruvlar bo'ladi, qon analizlari olinadi, boshqa jihatlar tekshiriladi. Lekin baribir xavf deb turiladigan jihat bo'ladi. Mana shu haqida aytib bersangiz. Xirurgiyada butun dunyoda jarrohlar eng katta xavf deb qon ketish asoratini hisoblashadi, chunki qon ketish asorati qisqa muddatda yuqori tempda davom etadi. Ya'ni jigar ko'chirib o'tkazish davrida eng katta qon tomirlarida ishlanadi. Ushbu qon tomirlaridagi kichkina defekt ham katta qon ketish asoratlariga olib kelishi mumkin. Katta qon ketish asorati esa boyaga aytganimdek bemorning reabilitatsiyasiga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni bemorning asl o'zini nativ qonini yo'qotishi, keyinchalik tashqaridan qon quyilishi, transfuzion sindromlar, jigarni qon ivish sindromlari, qon ivishi buzilish sindromlarini qo'shilib ketishiga va boyaga aytganimdek jigarni disfunksiyasiga olib keladigan sovuq hamda iliq ishemiya davrlari katta xavf sanaladi. Demak, mana shu operatsiya qilish jarayonida Elyor aka, jigar ko'chirib o'tkazish jarayonida muvaffaqiyatsiz operatsiyalar ham bo'lganmi? Va qanday holatlar muvaffaqiyatsiz operatsiyalar deb ataladi? Jigar ko'chirib o'tkazishda operatsiya davrida muvaffaqiyatsizlik emas, operatsiya davridagi yuqorida aytganimdek qon ketish asoratlari, turli xil texnik jihatdan qiyinchiliklar, operatsiyadan keyingi bemorning individual xususiyatlari, operatsiyadan keyin bemorning reabilitatsiyasida o'zini ifoda etadi baribir ham. Klinik jihatdan, analiz jihatdan ushbu holatda bemorlarda asoratlar chastotasini oshirib boradi. Bemorda qancha asorat ko'paysa, shuncha yashovchanligi pasayadi. Ushbu holatlarni endi muvaffaqiyatsizlikka yo'ymaslik kerak. Bu yoki texnik jihatdan yoki individual xususiyatlarga bog'liq bo'ladi.
Operatsiyadan keyingi jarayonlar haqida gaplashsak, bemor qanchada o'zini butunlay yaxshi his qila boshlaydi? Masalan, jigar ko'chirib o'tkazib bo'lindi va qancha paytdan keyin o'zini yaxshi his qila boshlaydi? Operatsiyadan keyin bemorlar o'rtacha 1 hafta 10 kundan keyin o'zini yaxshi his qilib olishlaydi. Chunki jigar odatda 1 hafta 10 kunda qon tahlillari natijasi normaga yaqinlashadi va jigari funksional holati tiklanadi. Ko'p savol tug'iladi. Donorlar operatsiyadan keyin og'irlashadi, bemorlar operatsiyadan keyin yengillashadi. To'g'ri. Chunki bemorlar kasallikni og'ir holatda kelgan bo'ladi. Kasallikni surunkali bosqichida, og'ir bosqichida kelgan bo'ladi. Ularga qo'yilgan yangi jigar bilan yangi hayot boshlaydi hamda qon tahlillari yaxshi tomonga o'zgarishi klinik jihatdan bemorda seziladi. Donor esa 70% jigarini yo'qotgandan keyin 30% jigar bilan to jigar 2 hafta 3 hafta mobaynida kompensatorni kattalashi, funksional holatini tiklaguncha bemorlarda umumiy holsizlik belgilari ko'p kuzatiladi. Qusish, ishtaha pasayishi, o'zini yomon his qilishi, shunaqa klinik holatlar ko'p uchraydi. Shuning uchun doim operatsiyadan keyin bemorlarimiz aktiv holatda, donorlarimiz holsiz holatda to'shakdan tura olmaydigan holatda bo'ladi. Uchraydi. Elyor aka, tibbiyot haqida gap ketganda, yurtdoshlarimiz orasida tibbiy madaniyat bilan bog'liq holatlarda noto'g'ri ma'lumotlar tarqab yuradi. Masalan, ko'zni davolash, inson grippni davolash bo'yicha mana bu dorini ichsang bunaqa bo'ladi, bu tabletkani ichsang bunaqa bo'ladi, yana bir boshqa masalalarda. Salomatlikni eng muhim omillaridan biri bo'lgan jigar haqida qanday yolg'on miflar yuradi xalq orasida va buni shifokorlar doim to'g'rilashga harakat qilib borishadi. Juda ham o'rinli, juda ham dolzarb masala bu. Hozirgi kunda odamlarga yetishtirishimizga ko'p to'sqinlik qilayotgan masala bu. Qancha ijtimoiy tarmoqlarga, ommaviy axborot vositalariga chiqib gapirishimizga qaramasdan odamlarni qiziqishlari shu darajada kengayib bormoqda. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda turli xil yolg'on ma'lumotlar tarqalishi, turli xil tabiblarni tarqalishi, turli xil giyohlar, ishonchsiz ma'lumotlarga tayanib o'zini organizmini, inson organizmini ishonchsiz bo'lgan shaxslarga topshirish yoki ruxsatnomasi yo'q, sertifikati yo'q shifokorlarni nazoratida bo'lishi hozirgi kunda eng ayanchli holat deb hisoblayman. Va odamlarga murojaatim klinik tekshirishlardan, klinik tadqiqotlardan o'tmagan mahsulotlarni turli xil kasalliklarni davolash maqsadida ishlatmasliklarini so'rab qolaman. Va hozir juda ham ko'p ijtimoiy tarmoqlarda turli xil yolg'on baynerlar tarqalgan, ya'ni guruhlar tuzilgan, sog'lom odamlarni kasal sifatida tekshirib ushbu bemorlarni turli xil damlamalar, turli xil psixoterapevtik muolajalarni o'tkazib, 1 oy, 2 oy, 3 oy kurslarni o'tkazib bo'lgandan keyin yana o'sha qaytarib o'sha o'zini guruhi a'zosida tekshirib, sog'lom bo'ldingiz degan ma'lumotni berib, bemorlardan turli xil moddiy manfaat ko'rayotgan shaxslar ko'p uchramoqda. Yaqinda shunaqa ijtimoiy tarmoqda tarqalgandi. Bitta psixoterapevt konsultatsiyasini o'zi 25 million so'm. Bu hech qanday mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsa. Konsultatsiyaga 25 million to'lagan bemor emas, sog'lom odam, faqat uni ruhiyati kasal. U o'zini kasal deb biladi. Shunday ishontirilganki, jigari sirroz bo'lgan. Aslida jigari sog'lom. Psixoterapevtik muolajalar bilan 2-3 ta hech qanday bir sertifikati yo'q damlamalar bilan davolangandan keyin yana fibroskan tekshiruvga jo'natilib, asl holatini ko'rsatib, mana siz tuzaldingiz, siz jigardan tuzaldingiz degan va eng yomoni Xudoni o'rtaga qo'yib shunaqa insonlar odamlarni o'ziga jalb etadiki, bu eng achinarli holat. Allohning inoyati bilan degan so'zni o'zi odamlarni siz mana shaxsan ishonishiga majbur qiladi. Xuddi shunday. Odamlar bilmaydiki, bu insonning orqasida kim turibdi. Aslida o'sha inson o'zi kim? Sertifikati bormi, bu o'qiganmi, tibbiy ta'limdan, tibbiy madaniyatdan xabari bormi, yo'q, uni bilmaydi. Jigar kasal bo'lgandan keyin uni hech qanday psixolog, hech qanday psixoterapevt davolay olmaydi.
man sizga shu masalani aytyapman-da, shunday psixoterapevtlar borki, sog'lom odamni kasal ko'rsatib, qisqa muddat muolaja qilib yana uni sog'lomga aylantirib qo'yadi. sog'lomligini ko'rsatib, buni tuzalganligiga ishontirib, moddiy manfaat ko'radi. Faqatgina moddiy manfaat buni orqasida turadi va ushbu vaynerlar hozirgi kunda yo'qolib ketgan. Hozir yo'q. 6 oy 1 yil mobaynida O'zbekistonda faoliyatini yuritib, turli xil O'zbekistonda turli xil joylarda faoliyat yuritib, moddiy mablag'ni yig'ib chet elga qochib ketgan. Allaqachon. Bular eng achinarlisi, ushbu chala tabiblarni ijtimoiy tarmoqlarida 100 minglab kuzatuvchilari bor. Xuddi shunaqa. Afsuski, bunga qarshi kurashish uchun faqatgina odamlarni tibbiy madaniyatini oshirish va tibbiy etikaga e'tibor qaratish muhim deb hisoblayman. Demak, oliy toifali shifokorlarga bu jarayonda murojaat qilish kerak bo'ladi. Yana bir jihat borki, bu ijtimoiy tarmoqlarda o'sha jigar bilan bog'liq holatlarda, ya'ni kasalliklarda operatsiya qilamiz deyishganda chet elga yuborishni maslahat berishadi va chet elda holbuki operatsiyalar, ya'ni jigar ko'chirib o'tkazish juda qimmat. Qanday holatlarda jigar ko'chirib o'tkazish amaliyotini yoki jigar bilan bog'liq kasalliklarni chet elda davolashni shifokorlar tavsiya etadi yoki hamma jarayon O'zbekistonda o'zida bugun demak yakuniga yetib yaxshi natijaga erishish mumkinmi? Boya yuqorida aytganimizdek, 10% holatlarda hozirgi kunda kamchiligimiz bor, ya'ni boshqa qon guruhiga jigarni ko'chirib o'tkazish amaliyotlari amalga oshira olmayotganligimiz tufayli bizni o'zimiz bemorlarga tavsiya etamiz eng arzon, eng ishonchli mamlakatlarni. 90% hollarda esa hech qanday texnik jihatdan qiyinchilik yo'q. O'zbekiston sharoitida hamma jigar, hamma buyrak ko'chirib o'tkazish operatsiyalarini amalga oshirish mumkin. Va shuni qo'shimcha qilib aytib o'tamanki, hozirgi kunda chet elga jo'natish bularni 99% ni ortida moddiy manfaat yashiringan. Xalqimizga murojaatim ham xuddi shunday. O'zbekistonda hamma narsani amalga oshirsa bo'ladi. Hech qanday Hindiston, hech qanday boshqa mamlakatlarga jo'natayotgan odamlarga ishonmasligini so'rayman. To'g'ri, 1% holatlarda shunday bemorlar kategoriyasi borki, o'zlarini qarindoshlarini, o'zlari yaxshi davo topgan joyga yaxshilik sifatida olib borishi mumkin. Men mana shu yerda davo topganman, o'sha yerga borib davolan, yaxshi shifokor, yaxshi mutaxassis. Tan olaman, xalqaro tashkilotlar, chet el tibbiyot tashkilotlari bizni tashkilotlardan ustun bo'lishi mumkin. Tajribalari yuqori. Uzoq yillardan beri ushbu faoliyat bilan faoliyat yuritib keladi. Lekin qo'rqmasdan aytaman, bizniki qolmaydiki, ortsa ortadiki, hech qanday texnik jihatdan qolishmaydi. Elyor aka, bugungi kunda transplantatsiya jarayonida sun'iy intellekt va zamonaviy texnologiyalardan foydalanilyaptimi va bu foydalanish o'zi zamonaviy tibbiyotda mumkinmi? Juda ham o'rinli savol. Hozirgi kunda zamon talabi sun'iy intellektdan turli xil tashxis maqsadida foydalanish keng yo'lga qo'yilyapti, ya'ni tatbiq etilyapti. Albatta, tekshirish jarayonlari, MRT, kompyuter tomografiya tekshiruvlarida sun'iy intellektdan foydalanish holatlari juda ham o'rinli va dolzarb masala hisoblanadi. Lekin operativ muolaja albatta malakali shifokorlarning o'zini ongi, qo'li, his-tuyg'ulari bilan amalga oshadigan yagona jarayon hisoblanadi. Rahmat. Xalqimiz orasida, bemorlaringizni orasida bo'lishi mumkin. O'sha jigar ko'chirib o'tkazish bilan bog'liq qanday doimiy bir xil va tushunarsiz savollar bor? Shular haqida ham aytib bersangiz. Juda ham bu savolni hattoki qayerdan kelib chiqqanini shifokor sifatida bilmay qolasiz. Qayerdan, qanday qilib deyiladi-ku. Xuddi shunday. Ijtimoiy tarmoqlarda asosiy savol bu organimni sotsam bo'ladimi degan savol ko'p uchraydi. Ya'ni qiynalib qoldim, buyragimni sotmoqchiman, jigarimni sotmoqchiman yoki savob tariqasida bermoqchiman degan savollar uchraydi. Afsuski, qonunchiligimiz buni taqiqlagan. Hozirgi kunda hech qanday begonalardan organ olish, organ savdosi ko'rsatilmagan va bu jarayonlar bilan shug'ullanganlarga Jinoyat kodeksida jinoiy javobgarlikka tortilish yozib qo'yilgan.
Eng ko'p uchraydigan savollar dietalar, operatsiyadan keyingi dietalar, qanday mahsulotlarni iste'mol qilsak bo'ladi, operatsiyadan keyin ushbu ish bilan, faoliyat bilan qachon shug'ullansak bo'ladi, sport bilan qachon shug'ullansak bo'ladi degan savollar ko'p uchrab turadi. Va har bir bemorga, har bir murojaatchiga aytamizki, operatsiyadan keyingi kamida 6 oydan keyin sport bilan shug'ullanish va operatsiyadan keyin yuqorida aytganimizdek sifatli tabiiy mahsulotlardan ko'proq iste'mol qilish maqsadga muvofiq. Xalqimiz orasida spirtli mahsulotlar jigarni yuvadi, shuning uchun oz-ozdan ichish kerak, shifokorlar buni tavsiya qiladi deb turib 50-50 olishadi-da. Bu qanchalik to'g'ri? Shunday tadqiqotlar borki, klinik tadqiqotlar aynan ushbu alkogol mahsulotlarning etil spirtini klinik tadqiqotda o'tkazilgan. Kundalik hayotda 50 millilitr etil spirtini iste'mol qilish, ya'ni 40% holatda insult hamda infarkt kasalliklarini yuzaga kelish ehtimolligini kamaytiradi degan tushuncha bor. Albatta, bu degani bitta 50 millilitr miqdorda alkogol mahsulotini iste'mol qilish haqiqatdan ham oshqozon hazm sistemasiga, yurak qon tomir sistemasiga foydali tomonlari klinik tasdiqlangan. Lekin bizni xalqimizga 50 millilitrga ruxsat bersangiz, yarim litr ichadi. Afsuski, shu uchun spirtli mahsulotlarni mutlaqo qarshi ko'rsatma qilib ko'rsatamiz. Gazli ichimliklar, energetiklar hozirgi kunda juda ham ko'p dolzarb masala hisoblanadi. Toksik gepatitlarni ko'p uchrashi, energetiklarni ommada ko'p iste'mol qilinishi ushbu kasalliklarni rivojlantirib boryapti. Ya'ni energetiklarning tarkibiga juda ham ko'p zaharli mahsulotlar qo'shiladi. Zaharli mahsulotlar deganimda bu mahsulotlar hammasi kimyoviy elementlar, kimyoviy mahsulotlar. Bular hammasi jigardan o'tadi. Og'iz orqali kirgan, qon orqali kirgan har bir mahsulot jigardan o'tadi. Shu uchun jigar buni transformatsiya qilish davrida turli xil fermentopatiyalarga, ferment yetishmovchiligiga, jigar hujayralarini parchalashga olib keladi va ushbu mahsulotlarni suiiste'mol qilish kasallikni rivojlantiradi. Bugungi kunda yiliga taxminan nechta transplantatsiya qilinadi? Hozirgi yillarda 2025-yilda mamlakatimiz miqyosida 170 dan ortiq jigar transplantatsiyasi hamda 300 dan oshiq buyrak transplantatsiyasi amalga oshirildi. Yiliga ushbu ko'rsatkichlar kundan kunga oshib bormoqda. 2026-yildagi reja o'tgan yilgi 170 ta bo'lgan bo'lsa, 2026-yili 250 ta 300 tadan oshiq jigar transplantatsiyasiga imkoniyat darajasi yetadi. Operatsiya o'rtacha necha soatni tashkil etadi? Operatsiya o'rtacha 6 soatdan 12 soatgacha davom etadi. Shifokorlar to'xtamasdan ishlashadi bu jarayonda. Ushbu jarayonda ikkita operatsiyonda operatsiyalar dam olinadi. Qachonki jigarni ko'chirib o'tkazilayotganda, jigar olingan davrda 10-15 daqiqalik kichik tanaffus bilan amalga oshiriladi va uzluksiz 10 soat ishlash holatlari ham kuzatilgan. Rahmat kattakon. Bugungi kunda eng katta muammo nima? Jigar bilan bog'liq kasalliklarda donor yetishmasligimi, kech murojaat qilishmi yoki boshqa bir yana omillari bormi? Hozirgi kundagi eng katta muammo shunday kasallikka kechki tashxis qo'yish va ko'p kasallikni og'ir formalarigacha o'tkazib yuborish va jigarda turli xil yomon sifatli o'smalarning paydo bo'lishi hamda o'sma kasalliklarning kech aniqlanishi. Oxirgi o'rinda donor yetishmovchiligi ham dolzarb muammo sanaladi. O'zingizning amaliyotingizda operatsiyani boshlashdan voz kechgan holatlar ham bo'lganmi? Amaliyotimiz natijasida yuqorida aytgandek bitta operatsiyani o'sha davrda to'xtatganmiz. Qolgan paytlar hech qanday operatsiyaga monelik ko'rsatuvchi belgilar yuzaga kelmagan. Demak, operatsiya vaqtida turli holatlar ham yuzaga kelishi mumkin. Ehtimollik darajasi bor. Xuddi shunday. Kam bo'lsa ham bor. Elyor aka, hozir sizga qisqa savollar bilan murojaat qilmoqchiman. Mif yoki haqiqat ekanligi haqida to'xtalib o'tasiz. Jigar transplantatsiyasidan keyin uzoq yashab bo'lmaydi. Mif yoki haqiqat? Bu mif. Qancha yashashi insonning individual xususiyatlariga bog'liq. Donor bo'lgan odamning umri qisqaradi. Mif. Bu yolg'on. Jigar transplantatsiyasidan keyin inson nogiron bo'lib qoladi.
Mif. Jigar butunlay almashtiriladi. Bu mif. Jigarning faqatgina 70%gacha miqdori olinadi. 60 yoshdan keyin transplantatsiya qilib bo'lmaydi. Bu yolg'on. Yolg'on. Gepatit bilan kasallangan odamga transplantatsiya qilish mumkin emas. Mif yoki haqiqat? Bu haqiqat, agarki qonda viruslar aktiv holatda bo'lsa, viruslar o'lgan bo'lsa, yolg'on, operatsiya qilish mumkin. Demak, buni gepatitni davolab keyinchalik almashtirish mumkin. Jigar transplantatsiyasi faqat boylar uchun. Mif. Odam bir marta transplantatsiya qilinsa, ikkinchi marta qilib bo'lmaydi. Yo'q, bemorda retransplantatsiya holatlari ham uchraydi. Bu mif. Transplantatsiyadan keyin bemor doimo shifoxonada kuzatuvda bo'ladi. Bu mif. Bemor o'rtacha 2 haftadan 4 haftagacha shifokorlar nazoratida bo'ladi. Donor bo'lish sog'lik uchun juda xavfli. Mif bu. Elyor aka, eng oxirgi savolimdan bittasi, o'zingiz faoliyatingiz davomida ko'p uchratgan noto'g'ri savollar va noto'g'ri holatlar bilan kelish, qaysi jihatlarga ko'proq e'tibor berish kerak va shu paytgacha noto'g'ri savol berilganda javob berib ezilib ketgan holatlaringiz haqida aytib bersangiz. Ijtimoiy tarmoqlarda yoki to'g'ridan to'g'ri mobil aloqalarda menga ko'proq savol tug'iladi. Birinchi o'rinda boyaga aytganimdek, jigarimni sotaman, yuragimni sotaman degan savollar eng ko'p uchraydi va boshqa qarindosh bo'lmagan begona odamlar ham donor bo'lsam bo'ladimi? Bemorni tanishiman, roziman, rozilik xatlariga qo'l qo'yib beraman. Men nega donor bo'la olmayman degan savollar juda ham ko'p uchraydi. Tushunarli. Rahmat kattakon sizga bugungi suhbat uchun minnatdorchilik bildiramiz va keyingi ko'rsatuvlarimizda yana sizni ko'rishdan xursand bo'lamiz. Xudo xolasa, rahmat sizlarga. Rahmat, sog' bo'ling. Katta rahmat. Qadrli do'stlar, bu ilm, mas'uliyat va eng muhimi insonga yana bir bor yashash imkoniyatini beradigan tibbiyot mo'jizasi. Bugungi suhbat orqali afsonalar emas, haqiqatlar haqida gaplashdik. Balki aynan shu suhbat kimningdir qo'rquvini yengishga, kimningdir hayotini saqlab qolishga xizmat qilar. Siz Salomatlik manzillari podkastini tomosha qildingiz. Hozircha xayr, omon bo'ling.